Tojixon Husanova birinchi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida 20 yildan buyon samarali faoliyat yuritib kelayotgan tajribali tarbiyachi. 20 yildan beri tarbiyachi lavozimida ishlayman. Tarbiyachi bu birinchi o'rinda ona. Chunki u bizga jajji bolajonlar qo'llarida hali qoshiq ushlashni bilmay kirib kelishadi. Ularni ovqatlantiramiz, yuz qo'llarini yuvamiz, o'tirishni, turishni, yurishni o'rgatamiz. Ularga ta'lim, tarbiya beramiz. Biz bola bilan ishlashda hech qachon charchamaymiz. Chunki bu bizni o'zimizni yoqtirgan kasbimiz sababli, masalan, men hech qachon charchamayman, zavqlanaman, faxrlanaman, o'z ustimda doim ishlashga harakat qilaman. Bugungi kunda u boy tajribasi asosida tarbiyalanuvchilarga bilim bermoqda. Shu bilan birga ularning odob, axloq va mustaqil fikrlashini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratadi. Prezidentimiz sharoitlarni yaratib beradilar. Prezidentimiz qarorlari bilan biz sirtqi ta'limda o'qib, oliy ma'lumotli bo'lib, toifalarni ham oldik. Ushbu kasbni tanlashida oilaviy muhit muhim rol o'ynagan. Xususan, opasining kasbiga bo'lgan qiziqishi uni ham shu yo'lni tanlashga undagan. Tarbiyachi bo'lishimga asosiy sabab mening birinchi ustozim, o'zimni opam bo'ladi. Meni opam shu dargohda ishlaganligi sababli bolalarga mehrim oshgan. Ko'p yillik faoliyati davomida u yuzlab bolalarning ilk ustoziga aylangan. Uning sabr-toqati va kasbiga sadoqati hamkasblari hamda ota-onalar tomonidan yuksak baholanmoqda. Bu sohada birinchi o'rinda baxt topdim, o'rnimni topdim. O'zimni gruppam, o'zimni bolalarim bor. Mana bolalarim katta oliygohlarda o'qishyapti. Ulardan faxrlanaman men. O'z kasbimdan, shu maktabgacha ta'lim tashkilotida ishlaganimdan faxrlanaman. Darhaqiqat, ana shunday fidoyi tarbiyachilar kelajak egalarini tarbiyalashda muhim o'rin tutadi.